Xan sulolasi nimishqa bir obdan turib mushu keyindagi 3 podshohlik ajrab ketdi. Ya'ni nimishqa Xan sulolasi vayron bo'lib ketdi. Balkim nurg'un do'stlar buni mushu kinoni ko'rib yoki kitobni o'qib his qilolmagan bo'lishi mumkin. Endi buningga nisbatan eng cho'ng sabab nim bo'lgan degan vaqtda mushu shi changshi deydi bu davlat tilida. Ya'ni 10 doimiy ag'vat voqeasi dal buni keltirib chiqargan deyish bo'ldi. Endi ag'vat degan zot qanday odam? Burungi zamondagi mushu tarixiy, ya'ni podshohlik kinolarini ko'rsak, buni bila olamiz. Ag'vatlar odatda mushu erlarninki mushu erligi ilvitilgandan keyin uningki mushu o'rda turib, o'rdagi podshoh, malika, xonish degandek mushu o'rda xodimlarga mulozimat qiladigan bir mulozimatchi. Demak, ular hamda normal odamlarga asosan o'xshamaydi. Endi mushu kinoni, ya'ni burungi tarixiy kinolarni ko'rgan do'stlar bilamiz, ag'vatlarningki odatda amil bo'lmaydi. Hech qanday amili yo'q bularningki. Faqat mulozimat qilishni bildirishlar-ku. Ammo o'sha Xan sulolasida dal ag'vatlar amaldor bo'lib qilishdek bir holat chekinib qolgan. Ya'ni buningki tarixini surishtirib kelsak, nagbat degan vaqtda mushu kinoda chiqayotgan Xan sulolasi bu Sharqiy Xan sulolasi. Ham uning oldida G'arbiy Xan sulolasi deb sulol bo'lgan. Ya'ni bir sulolningki nomi G'arbiy Xan, Sharqiy Xan deb o'zgarganda. Podshoh almashgan vaqtda buni o'zgartgan. Endi mushu G'arbiy Xan sulolasi vaqtidan boshlab mushu Xan sulolasida ag'vatlarningki amal tutishi boshlangan. Ya'ni bularga har xil huquqlar berilgan. Bular vazirlarga o'xshash huquqni ishlatiladigan bo'lgan. Endi ag'vatlar amal tutgandan keyin bara-bara ag'vatlarningki huquq cho'nglab bu yerdagi shi changshi, ya'ni 10 ag'vatningki amali nihoyat cho'ng holatda bular amalni egallab olgan. Ham bu 10 ag'vat eng muhim yeri birlashib olganda. Ham uningki qanday ish yuz bergan degan vaqtda mushu ag'vatlarda parilish, ya'ni parxo'rlik ishlari nihoyat avjab ketgan. Bir ishlarni bajarish uchun cho'qim ag'vatlardan so'rimiz bo'lmaydigan holat shakllanib qolgan. Masalan, bu ag'vat degan podshohning xonishning yenib turdi. Bunaqa har vaqt yenib turgandan keyin ularning har bir ish harakatlarini kuzatadi. Hamma xabarlarni shularga yetkazadi. Endi tuvandan kelgan har xil xabarlar, har xil uchurlarni demak shu ag'vatlar orqali podshoh o'qidi. Vazirlarning yaxshi qilayotgan, yaxshi qilmayotganlarning hammasini shu ag'vatlar podshohga yetkazadigan gapda. Demak, ajoyib cho'ng huquqqa bular ega bo'lib qoldi. Undan keyin bular endi parxo'rlashib, mushu tuvandagi amaldorlardan va yoki mushu o'rdagi har xil ishlarni hal qilmoqchi bo'lgan, podshoh bilan ko'rishmoqchi bo'lgan, podshohga yaxshi ko'rinmoqchi bo'lgan vazirlarga nisbatan mushu ag'vatlarga aqish qilish, ya'ni bularga pul, mol o'tkazish orqali uningdan keyin ko'risha oladigan yoki ish bajara oladigan holat shakllanib qoldi. Masalan, buning to'g'ri qanday hikoya bor degan vaqtda mushu xonishninki bir tug'ilgan kunida har bir vazirlar buningga sovg'at tayyorlaydi. Shuning bilan bir vazir podshohga 2 tal o'xshash cho'nglikdagi nihoyatda cho'ng bir necha yuz yillik bir o'simlik dorini so'q qildi buni. Ham bunda o'simlikni tepish nihoyat tasda 2 o'xshash bir jupni so'q qildi. Shuning bilan so'q qilib buni ko'tarib olib ketib qolgan vaqtda bir tili buning qo'lda ko'targan narsadan tushib ketib, par-par bo'lib ketdi. Quruq naskanda. Shuning bilan ham bu qanday qilaman deb nihoyat qo'rqib ketdi. Nimishqa degan vaqtda bu so'g'atni operishdan burun shu so'g'atning tizimligini yozgan yerga bir jup shunda isl do'riningki ismini yozgan. Shunlar ham buni yapasa bir tal bo'lib qoldi. Bu ham jazolanishdan yoki xonishninki shu nazardan tushib ketishdan ansirab qanday qilishini bilolmay shu ag'vatlardan so'raydi bu. Xonishninki shu mas'ul ag'vatdan so'ragandan keyin buni ish tas emas. Sen menga faqat 200 ko'mishlar bersanglar, men bu sana bu ishni hal qilib bermagandan voy yaxshi ish qil. Unda bo'lsa men beray deb pulni berdim. Ona sen unda olsa men çay içip oturup da desa bu vazir oturup bulanmaydı. Mişqa ansiraydı da qanday bo'lar bu işte. İşte onlar birdamning ichida aninki akagan doğrusu o'xshash cho'nglikdagi
şekildeki doğrudan birini ağvat deb chiqdi. Bu nereden chiqqan degan vaqtda dal ordininki ombiridan chiqqanda. Ordinin ombirda bunda narsalar degan samandek to'kin bo'lib ketgan. Bular kirib chiqa oladigan, qolgancha olalaydigan bo'lib ketganda. Demak, bu shu qisqacha bir hikoyada biz nima his qilamiz degan vaqtda ag'vatlarninki kuchi ajoyib zo'rayib ketgan birinchisi. Ikkinchisi, amaldorlarning hammasini poraxo'rlik qoplab ketgan. Poraxo'rlik qilmasa, zodi yuqoriga yomisholmaydigan, ish bajargili bo'lmaydigan ahvol ko'rilib qolganda. Demak, hamma ish poraxo'rlikqa yig'ilib qolgan tursa, chiriklashib ketgan tursa, Xan sulolasi vayron bo'lmay tura olamdi. Unda bo'lsa bugungi mazmunimiz mushal oyoqlashdi do'stlar. Mazmunning davomini anglamoqchi bo'lsanglar, yurakni bisib qo'yinglar. Undan keyin ustiga qo'shish belgisini besib, men qo'shib olsanglar, mening mazmunlarimni davomli ko'ra olasizlar. Keyingi soatda biz so'zlaydigan mazmun nima degan vaqtda Savsavninki mush oila kelib chiqishini so'zlaymiz.